Açıq tushga amraq do'stlar, to'qqantin oilada mas'ul bo'lish qo'rqisanglar alomat o'xshaydi. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, faqat bir qatam ko'zingiz o'rganalaysiz. Amiz qo'llash ustidan yurakdan birini deb qo'ygan ketdik. Avval tayyor qilib olgan to'qning o'tir qantini mana shunday o'tirdan ish qilib olamiz. Qozonga suv quyib, to'g'rab tayyor qilib olgan to'qqantin silib, tovoqni yepib qaynatamiz. Qaynagandan keyin mana shunday ko'pikchilarni pokis suzitib, undan buni suzib, dasq to'kib, ustiga muzdek suv quyib, ravrs bir choy qolamiz. Qozonga al-nurining bulg'animdan xoli yeşil o'lcham ishlangan tunji sig'im 1-darajalik taranzmaydan bir cho'mich qo'yamiz. Kaynidan 30 gram atrofida oqshi kesilib, mana mushalat to'xtamay qo'yib ko'pik paydo bo'lgandan keyin to'qqantin silib, buni bir nechini qo'rib rang kirgizib olamiz. Andan taxim purog'i chiqarish uchun mana shunday 10 ta atrofida xojavni silib, yana davomli bir nechini qo'rib olib, zanjibil, so'ng piyoz, shamilan silib, buni davomli bir nechini qo'rib, mizlik purqini to'liq chiqarib olib, yarim qo'shqa atrofida tuz va ko'proq miqdordagi samsoqni silib, yana davomli bir nechini aralashtirib qo'rib o'tgandan keyin nayt pishaq qilib to'g'rab olgan ko'k qizil lazini silib, buni bir aralashtiriblar. Kaynidan bir qo'shqa atrofida shonju qo'yib, kaynidan yana davomli 5-6 to'xtamay o'rib aralashtirib qo'riblar, taqsiga qilib iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Mana shunday qilish usuli nayt oddiy. Amsa oxirida qo'llash nayt oddiy do'stlar, faqat daqsiz yurakdan besiplab, yangi rayonga gullarni yo'llab qo'ysanglar bo'ldi. Amsa kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.